Yaxşılanlarmı, mən sizlərninki dostunlar Dilyar bolaman. Əmdi bizdinki məvu sışınlarımda bolsun, əmdi nurgun pinglurlarda bolsun, nurgun tordaşlar sözlərini qaldırdı. Sizlər zadı qoncu nemiş qılsızlardı. Mən şu toğrusunda bir azıraq düşüncə birey. Biz şu 3 yıldan yaqin qoncuda nemiş qıvatımız degəndə nurgun bizning hazır Şinjandakı dostlarımız, Şinjandakı qarindoshlar şu iqtisodniki yaxshilanishiga qarab o'zining markasida nurg'un mahsulotlarni ishkir o'lkalarni yasitib Şinjan bozoriga akirib xalqqa sunyotidi. Hamda bunda qarindoshlar kundan kunga jiqiyotidi. Hamda bu ishkir o'lkalarda intayin jiq zavodlar bor, intayin jiq mushtaq moliya sapiradigan shirkatlar bor. Hamda bularning orasida haqiqiy mas'uliyatchan, haqiqiy zavodi bor, haqiqiy bahoni muvofiq bera oladigan zavodlarmi bor, lekin ba'zi bir zavodlar bor. Amaliyot u bir zavod emas, bunda ishxona bilan qilib qo'yiblar. Kelgan xaridorning pulini ilib, melini boshqa yasab berib, malninki tunji qitim mal yasash sonini intayin yuqori deb olgan, 20 ming hatto 30 ming deb olgan ishlar bakchiq. Biz Mana nurgun bizniki şu maliyesi bakkan dostlarımız men bilan aloqalashib burunlam sizlar bilan aloqalashsak ki biz burun 20 ming niyaz topdik, palanchi puldan 30 ming niyaz topdik deb ular o mallarni apirib olgandan keyin mushtaq sotilmayotgan ahvollar pek jiq. Amaliyotda bu ishkir tavasida, Gongro tavasida qanchalik iqtidorli, qanchalik kuchli zavod bo'lsa, uninki mal yasash, tunji qitimliq mal yasash soni shuncha tuvan bo'ladi. Masalan, biz mushu 3 yil to'g'andan yaqin nurg'un zavodlar bilan ko'rishib, suhbatlashib, nurg'un zavodlarningki zavodlarning ichiga kirib ko'rib, boshliqlar bilan palanlash jarayonida biz nurg'un zavodlar bilan suhbatlashdik. Hamda ularning orasida qaysi mas'uliyatchan, qaysi haqiqiy zavod, qaysi rost bir ish qila oladi, qaysi toza ishonchli emas, hammani bo'lib biz chekib turadigan zavodlarimizga chekib urib bo'ldik. Hamda bizningki qilayotgan ishimiz bo'lsa, shu Şinjan tavasidan mushaqlarga kaygisi bor, kelib mush zavodlarni tepib o'zining markasini mahsulot yasatqisi bor. Ya bo'lmasa kelish toza apganmayotgan, berishni o'ylab, lekin imkoniyat yer bermayotgan do'stlarimiz biz bilan aloqalashsa, biz shularningki moyoq turib ishlarga mas'uliyat bilan qarag'an holatda qanday mahsulotni desa shu mahsulotni bahosini muvofiq holatda, unumini ko'z tutgan holatda, hattoki mahsulotning qipini, ichidagi har xil ko'rinishlarni o'zimiz loyihaga holatda ishlarni qilib kelyapmiz. Shundaqla bizning sizlarga qilib beradigan ishlarimiz bo'lsa, masalan sizlarning markanglar yo'q bo'lsa, biz markani anga olib bera olamiz. Şirketinglar yo'q bo'lsa, shirketinglarni qurib bera olamiz. Sizlarning bizlar hamkorlashib moliya sotgandan keyin sizlarning meninglarningki menda qo'ng'ov qildigan, xalqlarga tashviqot qildigan ishlar bo'lsa, uni mana biz o'z qo'limiz bilan qilib bera olamiz. Andan keyin hatto sizlar molni Şinjanga olib olgandan keyin menda ichilish murosimi, masalan, mal to'nishtirish murosimlari bo'lib qolsa, fabo'qoy degandek, andaq fabo'qoylarga imkoniyat bo'lsa, o'zimiz berib qatnashib, yaxshi mahsulotni xalqqa o'zimiz tashviqot qilishga urinib, andan keyin o'sha setish jihatlaridan bo'lsin, biz yana sizlarga yordam qilishmi qo'limizdan keladi. Shuning uchun agar do'stlar sizlarningki o'zingizlarning markasida mahsulot yasatish o'yinlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Gongjo kelsanglar bo'ladi, biz sizlarni qarshilamiz, o'zimiz kutib olamiz. Sizlarni zavodlarga olib, zavodlarni ko'rsatib, baholarni muvofiqiga asosda, mahsulotning har qaysi jihatdan sifatliga asosda biz o'tirliqda sizlarga hisob dambov bo'lib, o'sha milonlarningki yaxshi bo'lib Şinjan bozoriga kirishiga biz kafolat bera olamiz. O'zingizlarning markasida moliya yasatqisi bor do'stlar, menga shin qilsanglar bo'ldi. Men sizlarga astoydil holatda sizlarga javob qaytaraman. Mayli biz hamkorlashib qolaylik, hamkorlashib qolmaylik. Biz sizlar bilan astoydil bir paranglashishni kutamiz. Rahmat sizlarga.